Makkada yashaydigan yosh oilaning yana bir unutilmas kuni. Bugun xo'jayinim meni uchrashuvga taklif qildilar va Toyif shahriga olib keldilar. Ko'pchilik Toyif shahrini bilsa kerak. Aynan shu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam yahudiylarni islomga da'vat qilganlar. Biroq Toyif ahlining ko'pchiligi u zotni da'vatini qabul qilmagan, hatto haqorat qilib tosh otishgan. Shunga qaramay payg'ambarimiz ular uchun duo qilib hidoyat so'ragan. Sayohatimizga keladigan bo'lsak, birinchi bo'lib Qulubnay firmasiga bordik. Fermada bizga chelak berishdi. Qoidasi juda oddiy. Chelakni qancha qulupnay bilan to'ldirsangiz, hammasini o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. Yorim esa jon jahdi bilan chelakni to'ldirishga harakat qildilar. Mashalloh. Bog' juda katta. Qilinadigan ishlar ham ko'p ekan. Bemalol bir kuningizni shu yerda maraxul o'tkazishingiz mumkin. Makkadan atigi 1 soatlik yo'l. Biz ham butun bog'ni aylanib chiqdik. Va albatta yangi uzilgan mazali qulupnaylarni ham o'sha yerda yeb bitirdik. Umraga kelganingizda albatta Toyif shahriga keling. Qanday kelishni bilmasangiz opisaniyani o'qing. Meni kuzatayotgan har bir obunachimga shunday tarixiy shaharlarga kelish nasib etsin. Obuna bo'ling, xursand bo'laman.